Salom barchaga. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum Omad Show teleo'yinining ashaddiy muxlislari. Yurtimizda bahor. Omad Show muxlislarini barchalariga omad tilaymiz azizlar. Meni yurtim telekanalida Omad Show teleo'yinining yangi soni 351-ko'rsatuvni birgalikda boshlaymiz. Yaqinlashib kelayotgan Navro'z olam barchamizga olam quvonch olib kelsin. Yurtimizda bayramlar ko'p bo'lsin. To'y tadbirlar, yaxshi kunlar, shodiyonalar va albatta har bir o'zbegim xonadoniga bitta-bittadan avtomobillar nasib etsin. Bahoriy kayfiyat bilan dasturni boshladik. Azizlar, bir narsani alohida ta'kidlab o'tamiz. Omad Show teleo'yini faqat Meni yurtim telekanalida, boshqa ijtimoiy tarmoqdagi Telegram, Instagramdagi o'yinlar bizga tegishli emas. Agar sizda Omad Showga bo'lgan bir munosabat, qiziqtirgan savollar bo'lsa, 69 kodi bilan 226 77 77 raqamiga qo'ng'iroq qiling va barcha sizni qiziqtirgan savolingizga aniq va to'g'ri javob olishingiz mumkin. Aziz muxlislar, Omad Show teleo'yinida ishtirok etishingiz uchun homiylar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz bor. Siz mana shu mahsulotlarni xarid qilasiz va qadoq ustidagi stikerlarni o'chirib SMS jo'natasiz 5400 qisqa raqamiga. Omadingiz kelsa, random dasturasining raqamingizni tanlasa bo'ldi. Kelasiz, mana shu sahnada albatta diydor ko'rishamiz. Va yana bir narsa, bir dona mahsulot xarid qilib ham o'yin ishtirokchisi bo'lishingiz mumkin. Homiylar haqida ma'lumot, ko'rsatuv bosh homiysi LC savdo belgisi. O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan LC savdo brendi va mahsulotlar bilan tanishtiramiz. Demak, LC salqin choylari, LC va o'zimizniki tez tayyorlanadigan uchtasi birda qahvalar. LC savdo belgisidan mayda va yirik turdagi sharbatlarimiz bor. LC savdo belgisidan navbatdagi mahsulotimiz bu shirinliklar, pechenyelar, qandolat mahsulotlari. LC suxariklari, LC saqichlari va shu bilan birga LC Mojito. Navbatdagi homiyimiz bu Jesco savdo brendi. Jesco savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Jesco mineral gazlangan gazsiz, Jesco'dan energiya ta'minlovchi ichimliklarimiz bor. Jesco sharbatlari mayda va yirik, Jesco'dan 50 grammdan 200 grammgacha bo'lgan mazali va totli bo'lgan vaflilar. Va shu bilan birga Jesco tez tayyorlanadigan lapshalari. Aziz muxlislar, Omad Show teleo'yinida homiylarimiz LC va Jesco mahsulotlarimizni ayrimlarida bittadan, ayrimlarida ikkitadan stiker mavjud. Siz xohlagancha bemalol xarid qilib, qo'rqmasdan jo'natishni tavsiya qilamiz. Siz tomonidan jo'natilgan barcha SMSlar bitta bazaga kelib tushadi. Hech qanaqa muammo yo'q. Hammaga omad yor bo'lsin. Aziz muxlislar, sizlarni ko'p kutirmasdan o'yin ishtirokchilarini sahnaga taklif qilishni boshlaymiz. Demak, kutib oling, birinchi ishtirokchi Qunduz Saparbayeva, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Taxiatosh. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qoraqalpog'istondan kim keladi desam, Qunduzxon keldilar. Juda ham xursandmiz. Tabriklaymiz. Rahmat. O'z haqingizda gapiring. Men Saparbayeva Qunduz, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Taxiatosh tumanidanman. Kasbingiz nima? Kasbim oddiy ishchi. Oddiy ishchi. Qayerda ishlaysiz? Teplitsada. Teplitsada nima ish qilasiz? Narsa gullar ekasizlarmi? O'simliklar? O'simliklariga. Nima o'sim? Pomidori, bodring. Yaxshimi ish? Yaxshi. Yaxshi. Va shu bilan birga Omad Showni muxlisiz. Omad Showni muxlisiman. Qancha bo'ldi endi? 7 yildan beri. 7 yildan beri biz Qoraqalpog'istonga juda ko'p marotaba bordik. Taxiatoshga borganmiz. Nukusga juda yaqin demoqchiman. To'g'rimi? Yaqin. Mana omad kulib boqibdi. Bildimi hamma? Hamma bildi. Nima deyishdi? Voy nahotki Qunduz deyshdimi? Omad tilashdi. Omad tilashdimi? Yaxshi. Qarsaginglar. Azizlar, demak, random dasturni ishga tushiramiz va keyingi ko'rsatuvga kimlar keladi? Qaysi
sanadagi SMS'lar qatnashadi. Shu haqida ma'lumot. 23-fevraldan 8-mart sanasiga qadar yuborilgan SMS'lar orasida g'olibni aniqlaymiz. Qunduzxon, bosing. Ana. Siz Qunduz, Yulduzdan bormi? Yo'q, yulduz kelolmadim. Yulduz bor o'zi, kelolmadi. kelolmadi. Yulduz Qunduz. Aha. Nechta opa-singillar, jigarlar? 5 ta opa-singil. Birinchisi Birinchisi Yulduz, Yulduz, keyin Qunduz, Qunduz, keyin Mavluda, Muqaddas, Muyassar. yaxshi. Random dasturni aniqlagan g'olibimiz, ya'ni keyingi ko'rsatuvga keladigan ishtirokchini telefon raqamlari 97 kodi bilan 201 7700. Ana! Wow! Juda chiroyli raqam. Telefon o'chirilgan. Вызываем. Xo'p. O'rtoqlar, afsus bog'lana olmadik. Ko'rsatuv mobaynida bog'lanishga harakat qilamiz. Agarda bog'lana olmasak, unda hafta mobaynida biz xodimlar albatta qidirib topib, keyingi ko'rsatuvimizga aynan mana shu mehmonimizni taklif qilamiz. G'olibimizni telefon raqamlari yana bir bor e'lon qilamiz. 97 kodi bilan 201 7700. Kimlar keldi? Qoraqalpog'istondan kelgan Dadam mehmon. keldi, Aha. qaynim keldi, Aha. singlim ham o'g'lim. Pochcham kelmadilarmi? Pochcha ishda. Pochcha ishda. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Ha, meni qizimiz Ha? bir Jeskodan bir nesi chiqib qolibdi, raqami to'g'ri Chiqib qolibdi, emas 7 yildan beri harakat Ha, qilgan. endi yo'q, gap yo'q. Rahmat. Anchadan beri shu yutib qolamizmi deb harakatida edi. O'tiruvdinglar. Ha, bo'lar ekan, meni bir nasib etgan kuni bugun Mana bo'lib kelib qoldik sabab bilan. Nasib etsa shu mashinaning birini olib keta olamizmi deb. yo sizlar ham o'zi o'ynayapsizlarmi, o'chirib jo'natyapsizlarmi? Takliflashda hamma albatta. mahsulot bormi? Ha, albatta yuvatdik. Mahsulotdan muammo yo'qmi? Ha, ya bo'ladi. Mana Juda umringizda zo'r. bir marta bo'lsa ham jo'natib ko'rdingizmi? Ha, yuvatdim. Chiqmadimi? Ha, endi chiqib qolar, umid etyapmiz. Ya qizimizga chiqibdi. Endi bu yoqda bizlarga da nasib qilib qolar. Yaxshi. Xudo xohlasa. Bular kimlar? Ha, bu yoq inisi. Ha, pochchani ukasi. Ha, Voh, pochchani bitta ukasi. qarsak qo'ydi. Bering mikrofonni. Qayni bekorga kelmaydi. Qayni razvedkaga kelgan. Boraman, yangamni ko'raman, nima yutadi, shunga qarab gaplashamiz deb. To'g'rimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men bu yangam bo'ladi, tog'amni ayollari bo'ladi. Ha, Tog'am ayollariga mana Omad Showdan telefon qilgan ekan, omadlari kelibdi. Nima deymiz? Mashina ichga keldik. Xudo xolasa bitta Damazmi olib ketishga umid etib keldik, harakatda hamma. bular kim? Singlisiman. Ixi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimni singlisi? Saparboy va Qunduzning singlisi. Ha, demak, Yulduz va Qunduzning singlisi Mavluda. Mavluda. Keyingilari Mashkura. Muqaddas Muyassar. Ha, MMM. Gapiring. Omad tilayman, bitta mashinani olib ketamiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, sizlarga ham nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mammas, opangizga nima deysiz? Opa, omad. Sizlarga ham nasib etsin. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar. Ana, ko'rdingizmi? Qancha odam kelibdi Qoraqalpog'istondan. Hammalar bilan tanishdik, gaplashdik. Hammalar sizga omad tilashdi. Biz ham shu niyatlarga qo'shilamiz, omad tilaymiz. Olqishlaringiz azizlar. Kuzatib qo'yamiz. Davom etamiz azizlar. Omad Show televizor sahnasida keyingi ishtirokchini kutib olsak bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz. Mirjalol Muhsinov, Samarqand, marhamat. Assalomu alaykum. Hormang, yaxshi kelyapsizmi? Mirjalol, Omad Showning muxlisi. Necha yil bo'ldi? 7 yil bo'ldi. Samarqand qayerda? Shahardan. Shahar o'zida. Qoq markazida. Shunday.
Nima ish qilasiz? Kasbingiz nima? Reklama, paragrafiya. Reklama, poligrafiya. Zo'r, Samarqandga kerak. Nafaqat Samarqandga, hozir reklama hammaga kerak. Xo'p, shu bilan muxlis omad sho'ni muxlisi, o'chirdingiz, jo'natdingiz. Nima mahsulotlar ko'proq? Soqcha, Sok. Jesko. Nechta urardingiz? 25 ta, 20 ta. Rost ekanmi? Bildimi hamma? Shunda Uylanganmisiz? Nechta? uylanganman. 2 ta bacham bor. Ha, ana shundan gapiring. Qarsaginglar, tabriklaymiz. Keling. Azizlar, random dasturni ishga tushiramiz. 23 fevralda 8-mart sanasiga qadar yuborilgan SMSlar orasida g'olib aniqlanadi. Mirjalol, marhamat, bosing. Rahmat. Baraka toping. Diqqatimizni yana monitorga qaratamiz va ko'ramiz kim keladi bizni dasturimizga. Demak, 99 kodi bilan 168 35 52 abonenti. Olqishlaringiz, tabriklaymiz. Afsus, bog'lana olmadik azizlar. G'olibimiz bilan ko'rsatuv mobaynida yana harakat qilib ko'ramiz bog'lanishga. G'olibimizning telefon raqamlari demak 99 kodi bilan 168 35 52. Tabriklaymiz. Mirjalol, kimlar keldi siz bilan birga? Qani tanishtiring, kimlar bor? Ayam, dadam, Uydagilar. Ha? amulom, yangamlom, Yangamello, ammam, jiyanlarim, akam. Samarqanddan kelgan mehmonlar. Assalomu alaykum. Nuridiyda Tojiston. Xush omadingiz, xush omad. Rahmat. Kim bo'lasiz? Men ayasi bo'laman. Dadasi bilan ikkovlar faqat shunaqa olaveraydilar. Men chiqmadi baribir deydimda. Mana Siz? men aytaydim. Ne unaqa deysiz? 7 yildan beri o'yniladi oxir. Ha, chiqdimi? Ha, endi chiqdi. Qachon oxirgi marta shunaqa o'tirgansizlar? Har kuni ikkamizdan pensiyada bo'lsak o'tiramizda. Chol kampir bir-biriga suyanib, Yo'q, nevaralar bilan. konsertlarda, tadbirlar shunaqa yonma-yon. Uyda o'tirgansizlar, to'g'rimi? Uyda o'tir- Uydada. Cholingiz bilan? Ya'ni shuna. Yigitim deng, yigitim. Nima dey? Jigitim deng. Voy. Chol qarib ketadi. Kim bilan? Umr yo'ldoshim Uy, bilan. aynan. Assalomu alaykum. Aleyküm. Siz dadalari. Dadalarim. Nechta farzand? Ha, Mirjalol bilan qizim bor. Bitta o'g'il, bitta qiz. Ha, Nabiralar nabiram 6 ta. 6 ta. Ana. 7-sini kutib o'tiribmiz. Baraka toping. Erta indin Xudo xolisa. Ana. 7-sini. Bular kim bo'ladilar? Bularmi? Umr yo'ldoshi. Umr yo'ldoshi. Yaxshilab qaraychi. Shu umr. O'shanami? Ha, Aniqmi? ani Kim bo'ladilar? umr yo'ldoshi. Ayolli. Muhabbati. Ha, sevgilim bo'lalar. Omad tilaymiz. Jinskani olib kelaydi. Mashinasi bormi, yo'qmi? Yo'q, yo'q. Ha. Yo'q hali. Endi bersangiz olib ketaman. Trekkerdanmi, Damas'danmi? Qaysidan bo'lsa olib ketaman, nasib. Nasib. Nasib bo'lsa. Nasib. Sizlar duo qilinglar, niyat qilinglar, zo'r yutuqlar nasib etsin. Olqishlaringiz. Yaqinlar bilan tanishdik. Hammalari chiroyli duolar qilishdi, niyatlar bildirishdi. Mirjalolga omad tilaymiz. Olqishlaringiz. Kuzatamiz. Davom etamiz azizlar. Navbatdagi ishtirokchini taklif qilamiz. Demak, kutib oling. Sahnada Obidaxon Mamajonova, Namangan. Marhamat. Assalomu alaykum Botir aka. Men Mamajonova Obida Namangan shahridan. Qayerda? Davlatobod tumanidan, mikrorayon, 5-mikrorayon. Qaysi dom? 43-dom, 42-kvartira. Nechinchi podez?
Birinchi podez. Nechinchi etaj? 4-etaj. Bemalol boraverasizlar. Xudoga yaqin joydaman. Kasbingiz? Doktor medsestraman. O, ana. Doktor, bugun sizga ish yo'qdir. Chin dildan tabriklaymiz. Mana omad kulibdi. Qanchadan beri muxlissiz? 3 yildan beri. Ana, bildimmi, do'mdigilar, ishxonadagilar, xizmatchilar, hamma shifokorlar, medsestralar nima deyishdi? Ishonch hosil qilishdi mani. Va nihoyat sizdan keyin Mandan keyin. ana. Omad tilaymiz. Olqishlaringiz. Keling. 23 fevraldan 8 mart sanasiga qadar yuborilgan SMS'lar qatnashadi. Marhamat, bosing. Ana, yashang. Azizlar, diqqatimizni yana monitorga qaratamiz. 97 kodi bilan 390 24 88. Abonent hozir javob bera olmaydi. Azizlar, afsus bog'lana olmadik. 3-ishtirokchi bilan ham dastur mobaynida albatta bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, g'olibimizning telefon raqamlari 97 kodi bilan 390 24 88. Tabriklaymiz. Kimlar keldi qani? O'g'lim, Aha. qizim, singil opam, jiyanlarim kelishdi. Bo'ldi. Men gaplashib kelsam mayli? Bemalol. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Kim bo'lasiz? Opalari bo'laman. Kim opalari? Obidani. Obidaxonni jigarlari. Ha. Ha, xursandchilikdan Rahmat, nima aytarkin deb rahmat. keldingiz siz ham. Ana omad yor bo'lsin. Ne xursandmasiz? Damoz yutib ketsizlar. Yo'q, xursandman. Xursandlik ichimga sevinchim sig'mayapti. Nechta opa singilsizlar? 4 opa singil, bitta akamlar borlar. 5 ta farzand. Yashang. Bular kimlar? Bular o'sha singlim o'g'illari bo'ladi. Siz bitta o'zingiz keldingiz. Ha, o'zim keldim. Bir tekshirib ketdingmi bo'larkin deb. Ha? Mana to'g'risi. Siz qayerda? Namanganda istiqomat qilasizmi? Yo'q, men Nanay qishloq. O, borganman Nanayga. Trekerlar borganmiz. Siz ham o'chirib jo'natmasmi yo'qmi? Men to'g'risini ayting. Yo'q, men biror marta jo'natmaganman. Endi bu yog'iga xudo xolasa. Nima qilib o'tiribsiz? Sizga zo'r yo'l o'rgataman. Mana ko'ryapsiz, JSK'larmi? LC JSK mahsulotlarimiz ko'p. Nanayda ham bor. Nanaydan o'tib ketganda ham bor. Yo'q, bularni ichaman, o'sha jo'natmanman-da. Ha, o'chirib jo'natib qo'ying, bitta dori bo'lsa ya. Endi xudo xolasa. Balkim keyingi safar kelarsiz. Albatta. Omad tilaymiz. Inshaalloh, albatta. O'g'illari. O'g'illari. Berasizmi? Mana. Ana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismim Oybek. Kim? Oybek ismim. Oybek, aha. O'g'illari bo'laman. Uylandingiz? Ha? Uylandingiz? Yo'q. Xabarlari yo'q. Ha? O'zim shu yerda o'qiyman. Toshkentda o'qiydimi? Qayerda? O'zbekiston Milliy universitetida. Qaysi fakultet? Ingliz tili fakulteti. Do you speak English? Yes, I speak English. Oh, okay. Oybek, the savol, senga savol. O'zbek tilida mana kechirasiz degan so'z bor-ku. Ingliz tilida 3 xil variant bor. I am sorry bor, excuse me bor va uchinchisi bor. Pardon. Pardon, Fransiya. Ingliz tilida ham aytsa No, bo'ladi. no. Oybek, o'yla. Oybek, agar topsang, mashin, tracker, fracker. Xo'sh. Mana, I am sorry, excuse me va uchinchisi. Xayolimga kelmayapti. O'qituvchilarning ismi kim? Ingliz tilidan dars beradigan. U yoqda har xil o'qituvchi dars beradi. Ingliz tilidan o'sha aynan Ingliz tili уже spetsfan уже tugadi, fanlar. Borasan, shu savolni berasan, butun institutni yig'asan. Shu savolni berasan. Uchinchisini men senga javobini aytib qo'yaman, xo'p? Hech kim bilmasin. Mana birinchisi I am sorry, ikkinchisi excuse me, uchinchisi kechirasiz bo'ladi. Bravo. You okay? Very good. That's okay. That's great. Siz kim bo'lasiz? Yakka yogona akalarini qizlari Yakka bo'laman. yagona. Kimmi yakka? Kimmi yakka yagona? Singillarni, Obidanmani, akalarini qizlari bo'laman. Ha. Uylariga mehmonga kelsam, Dalin ham past yuradi.
Single kofe damlab beraymi deylar. Jesko kofelardan damlab beradilar. Hey! O'rtoqlar, reklama. Agar damlaning yangisi tushib ketgan bo'lsa, Kofe damlab, Jesko kofelardan kofelarni tatib ko'ring. Aha, yaxshi. Bo'shmisiz ertaga? Albatta. Reklama bor, bolangiz bilan olamiz. Bo'ldi. Bo'ladimi? Jesko Bo'lamas, bu nevaram bo'ladi. Bu navaringiz? Nevaram. Yosh ko'rinar ekansiz-da. Xo'jayinim yaxshiladi o'shaning uchun. Yo'q. Qanaqa ayollar bor? Malades. O'zbekistonda shunaqa, siz O'zbekistonda yashaysizmi? Namanganda Nanay qishlog'ida yashayman. Qishloq ayoliman men. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, Nechta sizam sog' nabiralar? bo'ling. Nabiram bitta. Ilohim. Muhammad Mustafa ismlari ham. Ana, katta yigit bo'lsinlar. Rahmat Sog' aytganingiz bo'ling. kelsa. Oybekni uylantirdingmi? Qachon to'y? Endi xudo xolasa. Qachon to'y? O'qish tugatsa keyin. O'qish tugamaydi, Oybek. Ol mikrofonni, bo'ladigan ish qil. Qara, Oybek, mana bunaqa qilamiz. Bugun xudo xolasa niyat qilamiz. Zo'r yutuqlar nasib etadi. Mashina tushadigan bo'lsa, sraz to'y. Sababi ham mushtalik bo'lasan, ham xotinlik bo'lasan. Tamam. To'g'rimi? Nima deysiz? Omadlaringiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshi niyat qilish kerak har doim. Yaxshi niyat qilsanglar erishasizlar. Xush kelibsizlar yana bir bor. Namangan, Samarqand, Qoraqalpog'iston hammanglarni yaxshi ko'ramiz. E'tibor uchun mana ovora bo'lib noz-ne'matlar ko'tarib kelibsizlar. Hammanglarga rahmat. Men bu gulni so'ramoqchi edim. Bu gul kimga? Gul Zuhra. to'xta ham o'zi gapirsin. Oybekjon, gul kimga? Zuhraxonga. Zuhraxonam bo'sh. Серьезно? Все. Ну, она тоже на русском, все. Чики-чики. Будем иметь в виду. Ну, сейчас, подожди, я позову. Zuhraxon! Mana o'zingiz topshirasiz. Sizga sovg'a bor ekan muxlislarda. Ana sog' bo'ling. Nima deysiz, bo'ladimi? Bo'ladi. Adreslarni. Xo'p, yog'ini keyin o'zingizlar kelishib olasizlar. G'olibimiz bilan, ishtirokchimiz bilan yaqindan tanishdik, oila a'zolari bilan tanishdik. Hammanglarga rahmat e'tibor uchun va chin dildan birgalikda omad tilaymiz. Olqishlaringiz. Kuzatamiz. Omad Show teleo'yini Meni yurtim telekanali 351-ko'rsatuv. 3 nafar ishtirokchimiz, birlari Vodiydan, Namangandan, birlari Qoraqalpog'istondan, Taxiyatashdan, yana bir ishtirokchimiz Samarqanddan. Omad tilaymiz va bugungi yutuqlar haqida ma'lumot e'lon qilamiz. 37 ta yo'lagimizda 20 milliondan 50 milliongacha bo'lgan pul yutuqlari. 2 ta yo'lagimizda 3 quti yo'lagi va bitta yo'lagimizda Damas avtomobili. İştirokchilarimizda bittadan imkoniyat bor. Bitta aylantirasizlar. Qaysi yutuq tushsa, Damas tushmaguncha o'yindagi yutuqlar o'zgaradi. Agar Damas tushsa, qo'lingizda qaysi yutuq qolsa, shu yutuq bilan ketasizlar. Tushunarlimi? Savollar bormi? Shikoyat, murojaat nima bor? Boshlaymizmi? Tayyormi hamma? Xo'p, azizlar, sizlar tayyormisizlar? Hamma tayyor bo'lsa, baraban aylantirishni boshlaymiz. Demak, Qunduz, Chirpirak. Mirjalol Muhsinov Samarqand. Ko'ramiz, imkoniyatlariga nima tushadi. Demak, Samarqanddan juda ko'pchilik tashrif buyurishgan va Mirjalolni xudo xolasa mana birinchi natijasi bilan tanishsak bo'ladi. Baraban sekin to'xtayapti. Yomon emas. 25 million. 25 million pul yutug'i tushdi. Mana shu pul yutug'i o'yin oxirigacha qoladi. Agar Damas tushmasa, kimgadir Damas tushsa, siz 25 million bilan ketasiz. Tushunarlimi? Agar Damas sizga tushsa, 25 million bizda qoladi, siz Damas bilan ketasiz. Zuhraxon, keling. LCJSko'dan 25 million qarsanglar. Yo'lini beramiz. Ana. Endi baraban siz aylantirasiz.
Ha, mana shu yerda turaymi? Xo'p. Qani keling siz. Vodiy, Namangan. Obidaxon Mamajonova. Qani ko'ramiz. Damas tushadimi? Nima tushadi? Ha, 3 quti bor, 2ta. Bundan tashqari pul yutuqlar bor. Ko'ramiz, mana Damas yaqinlashyapti. Damas yaqinlashyapti, o'tib ketdi. 3 qutimiki? 3 qutimi? 3 quti. Yo'q, 3 qutidan ham o'tdi va aniq yutuq 28 million. Yomon emas, yomon emas. Boshlanish. Endi barabanni siz aylantirasiz. Aylantiring. O'rtoqlar, Qoraqalpog'istondan Qunduzxon Safarboyeva. Hop, ko'ramiz nima tushadi. Qaysi yutuq? Birinchi imkoniyat. Ishtirokchilarimizning birinchi imkoniyatlaridagi yutuqlar ko'rsatuvning oxirigacha qoladi. Agar Damas tushsa, shunda o'zgarish bo'lishi mumkin. Hop. 3 qutiga yaqinlashyapti o'rtoqlar. Qancha? 30 million! Zo'r. Zuhraxon keling. Ana. Hurmatli ishtirokchilar, mana yutuqlar aniq bo'ldi. Birinchi imkoniyatdan o'tdinglar. 28 million, 25 million, 30 million. Oranglarda kimga Damas tushsa, o'sha qo'linglardagi pul yutuq qoladi, Damas g'olibga topshiramiz. Masalan, sizga agar Damas tushsa, 30 million bizda qoladi. Damas bilan ketasiz, Mirjalol 25 million bilan ketadi, siz 28 million bilan ketasiz. Tushunarlimi? Ana endi Damas uchun bellashuv. Qaysi yo'lga tushsa, pul yutuq tushsa chiqib ketaveradi. Tushunarlimi? Marhamat, aylantiring. Mirjalol Muhsinovni taklif qilamiz. Keling. Damas tushadimi yo'qmi ko'ramiz. Turib oling. Qani, Samarqand, ovozingiz eshitilmayapti. Xo'sh, barabanda yutuqlarimiz ko'p. Damasga yaqinlashyapti. Nahotki Damas. Voy, o'tib ketdi-ya. 3 qutimi? 3 qutimi? 3 quti! Sizga 3 quti yo'liga tushdi. Tanlash imkoniyati o'zingizda. 3 qutida bittasida qaysidir qutida avtomobil naqd. Agar avtomobilni topdingiz. Agar topa olmasangiz 25 million birga o'yinni to'xtatasiz. Qolgan ikkita ishtirokchi avtomobil uchun bellashadi. Tushunarlimi? Rad etsangiz ham bo'ladi. O'yinni davom ettiraman, 3 quti kerak emas desiz, unda 3 quti yo'ligini olib tashlaymiz. Nima qilamiz? 3 qutini tanlaymizmi yo'q? 3 qutini tanlaymiz, agar topa olmasangiz o'yin tugaydi siz uchun. Shunga rozisiz? 25 million bilan ketasiz. Azizlar, demak o'yinimiz ishtirokchisi Samarqandlik muxlisimiz Mirjalol Muhsinovga 3 quti yo'liga tushdi. Ishtirokchimiz bilan kelishdik. 3 qutini tanladilar. Tayyor bo'lsanglar, taklif qilamiz. Marhamat. 3 quti. Qarang, mana Zuhraxonning qo'lida 3 ta quti. Bitta qutini tanlaysiz, Damas naqd. Bitta kalit naqd, ikkitasi bo'sh. Damasni topsangiz, o'yin tugaydi, Damas bilan ketasiz. Agar Damas topa olmasangiz, unda 25 million bilan ketasiz. Mirjalol, omad tilaymiz. Yurak nima deyapti? Qaysi bir ko'rsatsangiz bo'ldi. O'rtadagi. Aniq. O'rtada. Qaroringiz qat'iy. Maslahat qilmaysiz. Hech kim bilan. O'rtoqlar, demak, mana o'rtadagi dili. Men o'rtadagi qutini olaman qo'limga. Sekin. Xo'p, keling. Shumi? Aniq. Mana o'zingiz oching. Xo'p, qani oching. Qani ko'ramiz. Voy, o'rtoqlar, bo'sh-ku. 25 million muborak bo'lsin.
Mana endi qolgan qutilarni ko'rsatamiz. Agar bu qutini tanlaganingizda kalit mana bu qutida ekan o'rtoqlar. Mana bu qutini ham ko'rsatamiz Mirjalol. Bizda hech qanaqa yolg'on yo'q. Yomon emas, natija yomon emas. Mirjalol bilan xayrlashamiz. 3 quti tushdi. O'zlari tanladilar. 25 million pul yutug'ini qo'lga kiritdilar. Azizlar, sahnaga Zuhraxon taklif qilamiz. Marhamat, olqishlaringiz. Zuhraxon keling. Mana yutilgan yutuq 25 million pul yutug'i. Marhamat. Qarsinglar bo'lsin o'rtoqlar, olqishlar. Sizga. Va LC'dan, Jesco'dan mahsulotlar. Bu ham sizga. Endi sizni tabriklaydiganlar bor, jigarlar bor, Samarqanddan kelgan mehmonlar bor. Qanlashamiz? Sog' bo'ling, salomlar bormi? Niyatli bo'lsa gapiring. Men tanigan bilganlarga salom aytaman. Samarqandliklarga. Sog' bo'ling. Sahnaga Zuhraxon taklif qilamiz. Zuhraxon keling. Barabanda o'zgarish bo'ladi. 3 quti yo'lagi mana barabandni tark etadi va Mirjalol barabandni aylantirib o'yinni tark etadilar. Olqishlaringiz azizlar. Mirjalol aylantiring. Sog' bo'ling. Keling. Voy, ikkalavinglar qoldinglar. Qarang. 28 million, 30 million. Yaxshi. Xo'p, 3 quti tushadimi? Qani? Namangan. Xo'sh, yaxshi o'rtoqlar. Damasga yaqinlashyapti. Qarsangiylar olqishlab turamiz. Mana! Nahotki Damas. Nahotki. Voydat! O'tib ketib qoldi-ya. Nima deysiz? Chut qoldi. Chut qoldi. Mayli. O'tib ketib qoldi. Zuhraxon keling. Yo'lini olib tashlaymiz. LC'dan Jesco'dan 20 million. Aha, rahmat. Salomat bo'ling. Qani? Siz aylantirasiz endi. Kelinglar qoldinglar-ku. Barabanda. Aylantiring. Keling. Qoraqalpog'iston Taxiyatash. Qunduz Safarboyevani muxlislari. Mana kelyapti mana. Voydat o'tib ketdi-ku. Xo'p, yomon emas, hozir ko'ramiz. Qaysi yutuqni to'xtaydi. Demak, Zuhraxon taklif qilamiz. LC Jesco'dan yana 20 million. Yo'lini alishtiramiz. Marhamat. Qarshi chalib olqishlab turamiz. Keling. Xo'p, Damas tushishi aniq. Kimga tushadi? Kim g'olib bo'ladi? Hech kim bilmaydi. Xo'p, ko'ramiz qaysi yutuq. Yana pul yutug'i. Yana LC'dan, Jesco'dan pul yutug'i 29 million. Zuhraxon. Marhamat. Bosi. Qunduzxon, keling. Qunduzxon, Qoraqalpog'istondan. Taxiyatash. Yo pul yutug'i, yo 3 quti, yo Damas. O'zingizlar ko'rdinglar mana 3 qutida ham hadab mashina chiqmaydi. Omad bu, o'rtoqlar. Bekorga omad shu deyilmaydi. Jesco'dan LC'dan yana 20 million. Zuhraxon alishtiring yo'lini. Qani Qunduzxon yaxshilab aylantiring, qattim. Bosi. Kesillar. Mana oldimga kelib ketib charchamadinglar? Yaxshi, baraka topinglar. Sport deysizmi? Sport yaxshi, lekin qarshi eshitilmayapti mana. Olqish yo'q. Lekin hammaga qiziq, kimga tushadi? Yaxshi. LC Jesco'dan 20 million. Vaqtingiz bor? Bor. Mana aylantirib bering.
Qunduzxon. Keling. Qunduzxon Saparbayeva, Qoraqalpog'iston, Taxiyatash. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Shu omad shouga chiqishingizni bildingiz-ku. Tush ko'rmadingizmi? Yo'q, tush ko'rmadim. Tush ko'rmadingizmi? Yo'q, tushingizda omad shouini ko'rmadingizmi demoqchiman. U uchiqtidan o'tib ketdi, afsus. Yana yurak ho. Yana 20 million. Oradan 20 yil o'tdi. Ketdi Qunduzxon. Xo'p, o'rtoqlar, kimga tushadi? Taxmin, ikkita ishtirokchi. Aylantiring. Sizni bezovta qilmang, shu yerda turaveringlar bo'ldi, va o'zim aytib turaman. Bo'ladimi? Joydan almashib olinglar bo'ldi. Demak, hozirgi imkoniyat siz imkoniyat, to'g'rimi? Hozir tushadigan yutuq sizniki. Hozir Damas tushsa, sizga beramiz. Demoqchiman. Qarang, yaqinlashyapti. Qarsanglar. Namangan. Nahotki. Voydod. Qani? Damas! Yuring. Qarsanglar bo'lsin. Xush kelibsizlar, tabriklaymiz. Demak, bugun ko'rsatuvimiz qahramonlari. Qoraqalpog'istonda tashrif buyurgan ishtirokchimiz Qunduzxonga 30 million muborak bo'lsin. Zuhraxon keling. Qo'y, hozir alishtirib beraman, xavotirlanmang. Zuhraxon 28 million yutgan edilar. Qo'llariga endi Damas yo'lagini topshiramiz. Qarsanglar. Tantanali tarzda. Qani, ko'tar. Qani. Muborak bo'lsin. Yo'qotib qo'ymang. Va sovg'alarimiz bor. Jesco LC'dan sizga. Salomlar bormi? Meni tanigan hammaga salom. Shu mahsulotlarni xarid qilishsin va stikerlarni o'chirib jo'natishsin. Albatta qo'ng'iroq bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kuzatib qo'yamiz. Rahmat, xush kelibsiz. 1766-avtomobil Namangan. Tabriklaymiz. Rahmat. LC Jesco'da. Rahmat. Qachon uyda bo'lasiz? Har kuni uydaman. Har kuni qachon boringlar? Mashinani qilib. Boravering, qachon bo'lsa ham. Salomat bo'ling. Salomlar bormi? Niyatlar bormi? Gapiring, marhamat. Avvalambor o'zim eng mehribon jigarim Irodaxon Mamadjanovaga opam bo'ladilar. Ular ham omad shu muxlislaridan jo'natib turadilar. Ularga ham omad kulib boqsin. Hammangizga ham omad kulib boqsin. Alangalik salom aytaman. Ham sinfdoshlarimga ham alangalik salom aytaman. Ham qishloqlarimga salom aytaman. Ilohim omad kulib boqqanlarga ham omad kulib boqsin meni qatorimda. Hamisha ishonch hosil qilinglar, ishoninglar. Haqiqiy o'yin. Men uchun mana shu omad shu haqiqiy o'yin. Botirxonga ham rahmat. Botirxonga ham omad. Rahmat. Shu narsani tashkillaganlarga ham katta rahmat bularga ham.
quvvat bersin ilohim. Bo'ldimi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling, tabriklaymiz. Rahmat. Buyursin, xayrli bo'lsin, tegidan shamollab tursin. Iloyim. Yaxshi to'ylar qiling. To'ylarga aytasiz boramiz. Albatta, Toshkent. Olqishlaringiz azizlar. Buyursin, sog' bo'ling. Kuzatib qo'yamiz. Azizlar, mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz. 3 nafar ishtirokchimiz kimga qanday yutuqlar nasib etdi. Xullas, bizni kuzatishda davom etinglar. Hozir ruxsat bersanglar, random dasturi aniqlangan, keyingi ko'rsatuvga keladigan g'oliblarimizga yana bir bor qo'ng'iroq amalga oshiramiz. Demak, ketma-ket qo'ng'iroq amalga oshiramiz. 97 kodi bilan 201 77 00 abonenti. O'chirilgan. Вызываемый telefon выключен. Hali ham yoqmabdilar menimcha. Xo'p. Keyingi g'olibimiz 99 kodi bilan 168 35 52. Bular uyg'onibdilar menimcha. Hozir ko'ramiz. Assalomu alaykum. Alo. Yaxshimisiz? Rahmat. Omad sho'da. Yashang, rahmat. Botirxonmi? Tovushingizdan tanidim. Ana, qayerdansiz? Surxondaryo Denovdan. Surxondaryo Denov, tushunarli. Ismingiz? Yo'ldashim Safar Yo'ldashev Safar. Go'rayevich. Raqam kimniki? O'zimniki. Bo'ldi, o'yinda o'zingiz ishtirok etasiz. Yashang, rahmat. Ko'pchilik bo'lib kelinglar, xo'p? Qo'y, ulug'ayim kunlari. Xo'p. Qarsaginglar. Rahmat. Demak, Surxondaryo Denovdan ishtirokchi aniqlandi va yana 3-ishtirokchimiz. Ya'ni 97 kodi bilan 390 24 88 abonenti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Botir aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, omad sho'dan, Botirxonmi? Ha, tanidim sizni. Xo'p. Ekanman. SMS jo'natuvmi deylar? Ha, jo'natganmiz. 4 yildan beri jo'natamiz. 4 yildan beri qayerdansiz? Samarqand Qayerda? shaharida. Samarqand shahar, Qarsiylar. Xo'p, tanishamiz, ismingiz? Munisa Murodova. Munisa Rizayeva? Murodova. Munisa Murodova. Xo'p, Munisaxon, telefon raqam kimniki? Meniki. Xo'p, o'yinda kim chiqadi, o'zingiz, a? Bizni xodimlar qo'ng'iroq qilishadi. Aha. Qachon kelishni aytishadi. Ha. Ko'pchilik bo'lib kelinglar. Xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p. Azizlar, demak, Samarqanddan ishtirokchi aniqlandi. Chin dildan tabriklaymiz. Olqishlaringiz. Omad Show teleo'yining keyingi sonida qaysi sanadagi SMS'lar o'yinda qatnashadi? 9-mart sanasidan 22-mart sanasiga qadar yuborilgan SMS'lar orasida g'oliblarni aniqlaymiz. SMS'larni bosib jo'natinglar. Bir dona mahsulot xarid qilib ham o'yin ishtirokchisi bo'lishingiz mumkin. Hammaga omad yor bo'lsin. Oldinda avtomobil topshirish marosimi, yutuqlar topshirish marosimini o'tkazib yubormang. Men esa sizlar bilan keyingi ko'rsatuvga qadar xayrlashaman. O'sha gap tinchlik, xotirjamlikda, bag'ri butunlikda, sog'lik, salomatlikda, yana yorug' yuz bilan Meni Yurtim telekanalida ko'rishguncha xayr. Omon bo'linglar.